Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyalarına başlayımız. Leksiyada size Gazi Rozi. Washington'dan sözleyimiz. Leksiyada başlaştın avval bugünkü vaziyet doğrusunda bir cümle söz. 8. ayının 23. günü Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti Jungo'dan import kılınan tuvar mallarga, yani 160 milyard dolar kıymetindeki tuvar mallarga baj qo'yu siyasetini yo'lga qo'ydi. 8. ayının 23. günü. Bu 7. ayının 6. günü Amerika Jungo savdo urushi boshlangandan keyinki ikinci qatimliq rasmiy siyosatni rasmiy yo'lga qo'yish kunidir. Endilikdagi leksiyalarning mavzusi bilan va leksiyalar bilan tanishib chiqishlar, hurmatli vatandoshlar. Mavzu: Amerika bilan Yevropa ittifoqi zo'r bir harakat qo'zg'aydi. To'xtab turinglar, ha, buni. Mavzuni mana 5'ini xatolanib qolibdimi? Mavzu: Prezident Trump Twitter'da fikr qoldirib, tamojna beji unum hosil qildi dedi va Jungoning dallollarni ishlatishini tanqid qildi. Mavzuli xabar 8. ayning 5. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Twitter'da kayni-kayndan fikr qoldirib, Jungodan import qilingan tuvar mallarga hassalab tamojna beji qo'yishimizning ijobiy unumi har qanday kishining mo'lcharidan eshib tushdi deb ko'rsatdi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi: Xitoy tuvarlarga tamojna beji qo'yish Amerikaning po'lat ko'miri sanoatiga ijobiy unum olib keldi. Her qaysi joylarda zavodlar qaytadan ish boshladi. Po'lat ko'mir zavodi ishchilari qaytadan ishga tushdi. Zo'r kapital Amerikaning davlat xazinasiga qo'shildi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi: tamojna beji Amerikani texmi boy qiladi. Faqat ahmoq kishilar tamojna bejiga qarshi turadi. Biz tamojna beji orqali adil savdo kelishimini suhbatlashimiz. Agar boshqa davlatlar suhbatlashishni xohlamasa, ular Amerikaga zo'r boy to'lashga majbur bo'ladi. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz Amerika g'alaba qilamiz. Prezident Trump, yani Jungo, Amerika savdo urushida Jungoning dallollardan foydalanganligidan norozi bo'ldi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi: Jungo g'oyat zo'r pul sarf qilib, e'lon uftirishiga va ommaviy xizmat dallollariga xarjlab, dallollar orqali Amerikaning siyosat vazirini qo'rqitib, qoyil qilib, Amerika hukumatining Jungo import qilingan mallarga tamojna beji qo'yishi bilan qarshilashishga urindi. Demak, bu dallollar shu Amerikadan tep ishlatadigan, Xitoy pul berib ishlatadigan dallollar. Bu intayin xatarli odamlar, Amerikaning siyosiy ta'sir ko'rsatadigan odamlar. Prezident Trump bunday ko'rsatdi: tamojna beji Jungoning iqtisodiga zarba berdi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi: tamojna beji Jungoning iqtisodiga zarba berdi. Amerika g'alaba qilyapti. Bu albatta Jungo Amerika bilan kuch elishish tarixida tunji qatim ustunlikka erisholmadi deganlikdir. Bu albatta Jungo Amerika bilan kuch elishish tarixida tunji qatim ustunlikka erisholmadi deganlikdir. Prezident Trump bunday ko'rsatdi: Jungo paychak bozorida paychak bahosi tunji qatimdalar 4. aydan beriki baho bo'yicha 27% tushib ketdi. Jungoda paychak bozorida paychakning bahosi 27% tushib ketdi.
Belki Amerika'nın payçek bazarı meselesiz derecede örledi, avatlaştı. Belki korkunçluk soda ticareti bekar kılıp, qayta söhbət quruş arqılıq soda kelişimini qayta muvaffaqiyetlik imzalagandan keyin payçek bazarı texmo avatlaşıdı dep görsətdi. Amerika ötken hepte kımmeti 200 milyard dollarlık Cungo'dan import kılıngan tuvar mallığı baş koyuşunu ilan kıldı. Cungo karşı tedbiri kollanıp Amerika'dan import kılıngan kımmeti 60 milyard dollarlık tuvar mallığı 25%'in baş koyduğallıkını ilan kıldı. Prezident Trump bunda görsetti. Başka devletler tamoyna beci arkalık Amerika'ya takabül turdu. Amerika tamoyna beci koygan çağda bolsa bir uçağım ahmakla çiğkıraşka başlaydı. Cungo'ga nazar torbitidi bu haber mundak mezmun bile ilan kılındı. Bloomberg tahlil kılıp mundak görsetti. Bu hareket Cungo hükümetini üstüge tartıp gelip qayta söhbetleşki mecburlaş. Cungo hükümetinin iktisadi kurulmasını tertipke seliş ve özgertişini talep kılıştı. Dikkat Turan Efendi bana. Sizge birinci cevap müşahedin çıktı. Cungo hükümetinin iktisadi kurulmasını tertipke seliş ve özgertişini talep kılış. Xi Jinping muşu meselede yol koyuş. Yol koyuş degen nime dep sual koyupsiz. Xi Jinping muşu meselede yol koyuş. Devamını ahirden devamlıq sözleyimiz Turan Efendi. Bloomberg agentliği yanımında görsetti. Cungo tarafının ölçeli şerkti Amerika Cungo oturusundaki ciddi münasebetlerini tehama ciddileştirip etti. Pol mamili gazete haber kılıp mındak görsetti. Soğudu uruşu Cungo tarafına ait zor ziyan, zahmet yetkizdi. 8. ayının 3. günü Cungo allaqaçan yer şarı boyunca ikinci çoğun payçek bazarı bolup duruş ornadan ayrılıp kaldı. 8. ayının 3. günü Cungo yer şarı boyunca ikinci çoğun payçek bazarı bolup duruş ornadan ayrılıp kaldı. Payçek bazarı ornunu cəhətdi Yaponiyadan keyinde kaldı. Amerika yer şarı boyunca yenili intayın zor payçek bazarı ornağa ega. Amerika payçek bazarının umumi desmayisi 31 trilyon dollarlık orununu egelleydi. Cungo demek dünyada payçek bazarda ikinci orundan ayrılıp kaldı. Yaponiyadan keyinde kaldı. Soğudu oruşu birinci katemde Cungo'ga mana moşundak zarbelip geldi.